Birinchi mijozimiz Ayubxon dodamizga Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumaniga olib ketaman mashinani, avtomobillarni topshiramiz, gullarimizni bu jonimizga beramiz. Doda, qanaqa bo'ldi mashina? Yoqdimi? Ha, mashina yoqdi, alhamdulillah, Xudoga shukr. Oldindan kelib yo'lan qilib ketgandik, ko'rganimiz ham juda yaxshi, tez-tez qilib minib ko'rdik. Juda ham chiroyli, juda ham yaxshi mashina ekan. Avtosalonimizga ishonch bildirib, oldindan to'lov qilib, avtomobilingizni olganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, bundan oldin ham bitta Jetour Dashingga olib ketgandik. Yaqinda 3 oy bo'lyapti. Endi kelib turib buni olib ketyapmiz inshaalloh. Bundan oldin ikkinchi mashinamiz bu, Xudo xolasa. Ikkinchi mashina. Mana shu salondan ikkinchi mashinani olib ketyapmiz. Tabriklaymiz. Yaxshi kuningizga xizmat qilsin. Bu mijoz mana har kuni yo'qlardilar Begzod aka. Tabriklaymiz. Xudo xolasa har kuni telefon qilib, mashinam qachon keladimi deb so'ragan mijozimiz mana Xudo xolasa avtomobillarni qilib beramiz. Begzod aka, boshda kelganingizda esingizda bo'lsa, boshda kelganingizda qanaqa mashina o'zi haydab ko'ring deb ishonch bildirib, bizning avtosalonga oldindan to'lov qilib avtomobilni to'lg'an ekanlar. Mana avtobusni topshiramiz. Nimaga aynan Bestium B70 modelini tanladingiz? Men shu internet tarmoqlarida o'qib chiqdim. Odzivlarini ishonchli bo'lgani uchun, ancha yillik tajribasi bo'lganligi uchun, ham baquvvat bo'lganligi uchun, crash testlardan yaxshi o'tkazganligi uchun, umumiy hisobda olganda yaxshi ko'rsatkichlar ko'rsatganligi uchun eng qulay tomoni bu milliy brend bo'lganligi uchun o'zimizda ishlab chiqarilayotgan mashinalarga shunaqa kunlarga yetkazganiga ham shukr. Shuning uchun shu mashinani patriot sifatida qabul qilib joningiz sog' bo'lsin. Ushbu gullarni kenemlarga avtosalonimiz nomidan taqdim qilamiz. Murodxon aka ham bizning doimiy klientimiz. Avtomobil Bestium B70 ga oldindan to'lov qilib, to'g'risida navbat asosida avtomobillarni olyaptilar. Ayollari videoga tushishga o'sha ozgina uyaldilar, shuning uchun ushbu gullarni bizning nomimizdan ayolingizga taqdim qilasiz. Aynan bu avtomobilni xarid qilishingizga nima sabab bo'ldi? Bu avtomashina menga yoqdi. internetdan ko'rdim. Hamma tomon yoqqan uchun to'ladim. Rahmat xizmatchilaringizga, rahbariyatga menga mana o'z vaqtida navbat asosida berdi. O'g'illarimizga, nevaralarimizga, to'ylarga xizmat qilsin deb sizlarga ham ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Ishonch bildirganingiz uchun rahmat. Agar yana avtomobil kerak bo'lsa, bemalol so'rang. Salomat bo'ling. Navbatdagi avtomobilimiz Toshkent shahridan Abu Bakr aka xarid qildilar. Xudo xolasa bu sovg'alarni, kichkinagina sovg'alarni jiyanga beramiz. Avtosalonimiz nomidan. Oyinga. Aynan bu avtomobilni xarid qilishingiz uchun nima sabab bo'ldi? Ko'rinishi. Qulayligi. Sedan o'zi mashinalarni nima deydi? Crossover bilan sedan solishtirganda mana shu ko'rinishni ma'qul topaman, o'zimga yoqadi. Har taraflama qulayliklari, tejamkorligi, komfortligi har taraflama. Bitta savol beraman. Avtomobilni bu yerga to'lov qilishingizdan oldin qanaqadir miyangizda fikr o'tdimi? Hozir sababi kichkina avtosalonlar oldindan to'lov qilib yo'q qo'yapti. Mana shunaqa holat miyangizdan o'tdimi bir marta bo'lsa shunaqa fikr? Qismanda o'tdi. 5-6 ta avtosalonlarni o'zi boshqa joylarga ham borib ko'rganda, tipa shunaqa yomon gaplar ham gapirib ko'rishdi. Endi avtosalonlarda bo'ladi, bir-biriga nisbatan yomonlab ko'radi. Shunaqa holatlar ham bo'ldi. Lekin baribir endi bu yoqdagilarni taniganim, bilganligim uchun men ishonib qabul qildim. To'lov qilib avtomobilingizni navbat asosida oldik. Tanlovingiz uchun rahmat. Avtosalon nomidan sizga minnatdorchilik bildiramiz. Chunki har bitta mijozning ishonchi biz uchun eng muhim qadriyatlardan biri hisoblanadi. Navbatdagi avtomobilimizni ham o'z egalariga topshiramiz. Ushbu sovg'alarni kenemlarga bizning avtosalon nomidan tabriklaymiz. Aka, aynan bu avtomobilni xarid qilish uchun nima sabab bo'ldi? Nimaga aynan bu Bestium B70 avtomobil? Keyin nega aynan bizning avtosalonga to'lov qildingiz? Endi sizlarning avtosalonlaring bilan anchadan beri tanishmiz. Bu уже meni 3-chi mashina olishim. Qaynimga oldim, qarindoshlarimga, o'zimga. Keyin shu Bestiumga kasalman, bilmayman. Shuning uchun mana shu Bestium ham o'sha qaynim mana meni yuribdi, hech qanaqa nosozligi yo'q. Chiroyi ham joyida. Самое главное, mana o'sha dostavka xizmati mana o'z vaqtida yangi mashina minib keldi. Salomat bo'ling. Bu mijozimiz oldin Bestium B70 bundan oldingi versiyalarni ham xarid qilishgan. O'sha avtomobil yoqqanligi uchun endi yangilangan versiyasini ham to'lov qilib, navbat asosida avtomobilni egalariga topshirdik. Navbatdagi maftunkor opamiz Liliya opa ham shu avtomobilni xarid qilganlar. Xaridingiz bilan kichkinagina avtosalonimiz nomidan sovg'alarni taqdim qilamiz. Avtomobil yoqdimi? Juda. Bizga ishonch bildirib, avtomobilga to'lov qildi hamda navbat asosida o'z egalariga avtomobilni topshiramiz. Ishonchingiz uchun rahmat. Qanaqadir yana avtomobil kerak bo'lsa, bilasiz qaysasiga murojaat qilishni. Rahmat opa. Navbatdagi mijoz Ilhom akamga ham ushbu avtomobilni topshiramiz. Keyin bu gullarimiz bizning avtosalon nomidan sizga. Ilhom akam ham to'g'risi bizning avtosalonga Toshkentda qoladi mashina.
1,5 oycha oldin to'lov qildilar. Aynan bizani avtosalonga ishonch bildirish uchun nima sabab bo'ldi? To'g'risini aytsam, bir 2 oy, 3 oy oldin mashina qidirishni boshlaganman. Eng yaxshi variant shu qolgan. Menga eng yoqqani O'zbekistonda rasman ishlab chiqarilayotgani yoqdi juda ham. Chunki keyinchalik muammolar bo'lmaydi hech qanaqa servis tarafdan ham, detal taraflardan ham. Ko'rinishi ham mashinaning yangilangan versiyasi juda ham yoqdi. Shuning uchun bu o'zi bu korxonani, firmani anchadan bir taniyman. Hech qanaqa defekt, yomon gap eshitmaganman. Xudo xolasa oxirgacha shunaqa bo'ladi deb o'ylayman. Salonning har bitta mijozning fikri biz uchun juda muhim. Sababi hozirgi kunda ko'plab avtosalonda oldindan to'lov qilib qochib ketayotgan holatlari ham o'zimiz guvoh bo'lib turibmiz. Shuning uchun mijozlarning har bittasi ishonchi biz uchun juda muhim. Ilhom akamni ham yangi avtomobillar tabriklaymiz. Xudo xolasa yaqin bash atrofida turadilar Ilhom aka. Mahalla. Begona bo'lganlar uchun o'zlari avtosalonga ishonch bildirib, shu avtomobil oldindan to'lov qilib, mana navbat asosida avtomobillar yetib keldi. Hamma qatori Ilhom akamga avtomobillarni topshiramiz. Mana ko'rib turganlaridek, har bir mijozga o'z avtomobillarini topshirishni boshlab va nihoyasiga ham yetkazdik. Xudo xolasa agar sizlarga ham shunaqa ko'rishda avtomobillar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Toshkent shahar Sergeli tumani 5-metro bekatida joylashgan Avtocenter avtosaloniga yoki video ostidagi nomerlarga telefon qilib, bemalol avtosalondan to'liq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Xudo xolasa bunaqa kunlarimiz bardavom bo'lsa, hamma mijozlarimizga shu ko'rinishda avtomobillarni navbat asosida o'z egalariga topshiramiz.